Tom Holland ijrosidagi Peter Parker faqat o'z olaminigina emas, balki butun multikoinotni saqlab qolgan qahramon sifatida. Aynan uning oliyjanobligi tufayli Andrew Garfield olamida Gwen Stacy tirik qoladi. Uning otasi kapitan George esa halok bo'lmagan bo'ladi va Peter Parker nihoyat baxtli bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu qanday sodir bo'ldi va The Amazing Spider-Man 3 filmida kimlar qatnashishi mumkin? Qisqa introdan so'ng bilib olishingiz aniq. Ammo oldin sizlardan super like va obunalar kutib qolaman. Xullas, biz boshladik. Xullas 2021-yilda taqdim etilgan Spider-Man No Way Home filmida bir nechta boshqa olamdan kelgan yovuzlar Tom Holland ijrosidagi Peter Parker olamiga tushib qoladi va shu bilan birga boshqa olamdagi o'rgimchak odamlar ham aynan shu olamga keladi. Ammo bu yovuzlarning barchasi o'z olamida o'lgan bo'ladi. Lekin bizning oqko'ngil Spider-Man buni xohlamaydi. Ularni tirik qoldirishga harakat qiladi, hatto o'z kuchlaridan ajratib bo'lsa-da. Ular sog' va omon holda o'z olamlariga jo'natilib yuboradi. Hurmatli obunachi janob, biz bularning barchasini bilamiz-ku. Sababi biz filmni allaqachon ko'rganmiz deyishga shoshilmang, chunki mening hikoyam aynan shundan so'ng boshlanadi. Nima bo'lgan bo'lardi agar Andrew Garfield o'z olamiga qaytadi, lekin endi voqealar o'sha yo'sinda ketmaydi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan The Amazing Spider-Man 1 filmidagi hodisalar butunlay boshqacha kechgan bo'lardi. Bizning yovuz qahramonimiz Dr. Connors tirik qolgan bo'lardi. Undagi virus yo'q bo'lganligi tufayli film oxirida halok bo'lgan kapitan George ham tirik qolgan bo'lardi. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri 2014-yildagi The Amazing Spider-Man 2 filmiga ta'sir qiladi. Kapitan Peter Parkerga qizimdan uzoqroq yur demasdi. Elektro esa kuchlariga ega bo'lmagan bo'lardi va buning natijasida Harry ham Goblinga aylanish uchun Oscorp binosiga elektro yordami bilan bostirib kira olmasdi. Shunday ekan, Gwen ham Goblin tufayli minoradan qulab halok bo'lmasdi. Ammo bu voqealarning hammasi baxtli yakun topdimi? Deyarli yo'q, chunki Norman Osborndan Harry Osbornga o'tgan genetik kasallik oqibatida baribir ham Peter Parkerning eng yaqin do'sti, ya'ni Gary halok bo'lardi. The Amazing Spider-Man 3 haqida rasmiy ma'lumotlar bormi? Ayni paytda bu film suratga olish ishlari haqida rasmiy tafsilotlar yo'q. Sony Pictures hali hech qanday sana yoki tasvirlarni e'lon qilmagan. Lekin Andrew Garfield o'zi bu filmni suratga olinishni chin dildan xohlayotganini aytdi. Sony esa bunga quyidagicha javob bergan: "Biz siz uchun alohida rejalarga egamiz, Peter Parker." Bu muxlislar orasida umidni yanada tiriltirgan. Ba'zi taxminlarga ko'ra, filmda Peter Parkerning otasi chiqishi mumkin, chunki YouTube'da ham biz uni ba'zi videolar tarqalganini ko'rganmiz. Gwen Stacy ham tirik qoldi, demak filmda qaytish ehtimoli bor. May Xola ham hali tirik. U ham paydo bo'lishi mumkin. Qolganlar haqida esa aniq bir ma'lumot aytish qiyin. Agar ushbu kontentimiz sizga yoqqan bo'lsa, o'rgimchak smayligini topib kommentlarda yozib qoldirishingizni so'raymiz. Va unutmang, bu videoning ikkinchi qismi ham bor. Ya'ni Tobey Maguire olamiga ham Tom Hollandning qutqaruvi katta o'zgarishlarga olib kelgan. Agar shu video ostida 100 ta like yig'ilsa, ikkinchi qism albatta tayyorlanadi. Shu bilan birga hammaga katta rahmat, xayr, salomat bo'ling.